Bugun men pensiya, nafaqa va mehnat staji masalasida juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kimga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Bu savol oddiy ko'ringani bilan. Amalda juda ko'p odamlar aynan shu joyda yutqazib qo'yadi. Kimdir 2 yilini, kimdir 5 yilini, hatto ayrimlar 10 yilgacha stajini hujjat bilan tasdiqlay olmagani uchun kamroq pensiya oladi yoki pensiyaga chiqish muddati kechikadi. Shuning uchun bu ma'lumot hamma uchun muhim. Bugun ishlayotganlar uchun ham, pensiyaga yaqinlashganlar uchun ham, ota-onasining hujjatlarini tayyorlayotgan farzandlar uchun ham. Men sizga bu masalani oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik bilmaydigan nozik joylar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga aniq kerak bo'ladi. Ish staji deganda ko'pchilik faqat korxonada ishlagan yillarni tushunadi. Masalan, odam 1995 yildan 2010 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsa, mening bu yil stajim bor deydi. Bu to'g'ri, lekin to'liq emas. Pensiya hisoblashda ayrim davrlar oddiy ishlagan davr sifatida, ayrim davrlar esa qo'shimcha tarzda yoki alohida tartibda hisobga olinishi mumkin. Mana shu qo'shimcha ish staji degan tushuncha ko'p odamlar uchun chalkash. Oldin ko'p narsa mehnat daftarchasiga qarab hal bo'lardi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa staj bor, yozuv bo'lmasa staj yo'q deb qabul qilinardi. Lekin hayotda hamma narsa mehnat daftarchasida chiroyli yozilib qolmagan. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshlarida ko'p tashkilotlar yopilgan, arxivlar ko'chgan, hujjatlar yo'qolgan, buyruqlar topilmagan. Odam ishlagan, oylik olgan, lekin hozir isbotlash qiyin. Hozir esa raqamlashtirish kuchaydi. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, soliq bazasi, bandlik organlari, arxiv ma'lumotlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni. Agar sizning ish beruvchingiz badallarni to'g'ri to'lagan, ma'lumotlarni elektron bazaga kiritgan bo'lsa, stajni tasdiqlash osonlashadi. Yomon tomoni, agar ma'lumot bazada ko'rinmasa, odam men ishlaganman deb og'zaki aytgani yetarli bo'lmaydi. Demak, bugungi kunda eng asosiy masala qaysi davrlar stajga kiradi, qaysi davrlar qo'shimcha hisobga olinadi va buni qanday hujjat bilan isbotlash mumkin. Men birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan holatlarni aytaman. Qo'shimcha ish staji deganda faqat zavod yoki idorada ishlagan yillar emas. Balki qonunchilikda pensiya stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan ayrim hayotiy davrlar ham nazarda tutiladi. Har bir holatda asosiy talab bitta, hujjat bo'lishi kerak. Birinchi toifa harbiy xizmatni o'taganlar. Agar fuqaro muddatli harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsa, bu davr odatda stajga qo'shilishi mumkin. Masalan, yigit 2001 yildan 2002 yilgacha armiyada xizmat qilgan. Keyin 2003 yildan 2023 yilgacha ishlagan. U menda faqat 20 yil ish staji bor deb o'ylashi mumkin. Lekin harbiy xizmat davri ham tasdiqlansa, umumiy staj 20 yil bo'lishi mumkin. Bu bitta yil kimlargadir juda muhim. Chunki pensiya tayinlashda minimal staj talabi yetmay qolgan odam uchun bitta yil ham hal qiluvchi bo'ladi. Ikkinchi toifa bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ayollar orasida eng ko'p uchraydigan savol shu. Masalan, ayol 1998 yildan 2005 yilgacha ishlagan, keyin farzand ko'rgan, bir necha yil uyda bola parvarishi bilan shug'ullangan, keyin yana ishga qaytgan. Ko'pchilik uyda o'tirgan yillarim stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar belgilangan chegaralar doirasida stajga qo'shilishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta shuki, har bir bola uchun qancha davr hisobga olinishi, umumiy chegara qancha bo'lishi. Qaysi hujjatlar kerakligi aniq tartibga bog'liq. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ish joyidan berilgan buyruqlar, bola parvarishi ta'tiliga chiqqanlik haqidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'yish kerak. Oddiy misol, Dilbar opa 25 yil ishlaganman deb yuradi. Pensiya hujjatlarini topshirganda ma'lum bo'ladiki, uning 2 farzandi tug'ilgan davrda bola parvarishi ta'tili bo'lgan, lekin mehnat daftarchasida hammasi aniq yozilmagan. Agar u ish joyidan yoki arxivdan buyruqlarni topsa, umumiy staji yana bir necha yilga ko'payishi mumkin. Natijada pensiya miqdoriga ham ta'sir bo'ladi. Chunki staj qancha to'liq tasdiqlansa, pensiya hisob kitobida shuncha foydali bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxsni yoki parvarishga muhtoj keksani parvarish qilganlar. Hayotda shunday vaziyatlar bo'ladi. Odam ishni tashlab, uyda og'ir bemor ota-onasiga, nogironligi bo'lgan farzandiga yoki doimiy parvarishga muhtoj yaqiniga qaraydi.
Bu davrlar ham ayrim shartlar asosida stajga kiritilishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta xato shuki, odamlar buni rasmiylashtirmaydi. 10 yil qaragan bo'lsa ham hujjatda hech narsa yo'q. Keyin pensiya vaqtida men onamga qaraganman deydi, lekin buni tasdiqlash qiyin. Masalan, Nodir aka 2012 yildan 2017 yilgacha og'ir kasal onasiga qaragan. Chunki onasi yotoq bemor bo'lgan. Agar parvarish davri tegishli tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, tibbiy xulosalar, ijtimoiy himoya organlari yoki boshqa vakolatli tashkilotlarning ma'lumotlari bo'lsa, bu davrni stajga qo'shish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Agar hech qanday hujjat bo'lmasa, masala ancha murakkablashadi. 4-toifa o'qish davri bo'yicha savollar. Ko'pchilik institutda o'qigan yillarim stajga kiradimi deb so'raydi. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki hamma o'qish davri avtomatik ravishda stajga kiravermaydi. Qaysi yillarda o'qigan, kunduzgi bo'lganmi, o'qishdan oldin ishlaganmi? Qonunchilikning o'sha davrdagi talablari qanday bo'lgan? Bularning hammasi muhim. Masalan, ayrim davrlarda kunduzgi ta'limda o'qish stajga kiritilishi mumkin bo'lgan. Ayrim holatlarda esa kiritilmasligi yoki boshqa shartlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun diplomning o'zi yetmasligi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi, talabalikka qabul qilish va bitirish haqidagi buyruqlar ham kerak bo'lishi mumkin. 5-toifa imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Bu juda muhim yo'nalish. Ayrim kasblarda odamlar og'ir, zararli, xavfli sharoitda ishlaydi. Masalan, yer osti ishlari, kimyo sanoati, metallurgiya, issiq sexlar, radiatsiya xavfi bor joylar. Ayrim tibbiyot va ta'lim sohalari, maxsus ro'yxatlarga kiritilgan boshqa ishlar. Bunday ishlar bo'yicha staj oddiy tartibda emas, imtiyozli shartlarda hisobga olinishi mumkin. Bu odamga pensiyaga oldinroq chiqish huquqini berishi yoki staj hisobida alohida ahamiyat kasb etishi mumkin. Lekin eng katta muammo nomda emas, ish sharoitida. Masalan, odam men zavodda ishlaganman, demak zararli staj bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Yo'q, zavodda hamma ish ham zararli ro'yxatga kirmaydi. Kimdir buxgalter bo'lgan, kimdir qorovul bo'lgan, kimdir operator bo'lgan, kimdir aynan zararli sexda ishlagan. Imtiyozli staj uchun lavozim nomi, bo'lim, seks, ish sharoiti, attestatsiya hujjatlari, buyruqlar, ta'rif malaka ma'lumotlari muhim. Birgina mehnat daftarchasida usta deb yozilgani yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaysi ustaxona, qaysi seks, qaysi sharoitda ishlagani ko'rsatilishi kerak. 6-toifa mavsumiy ishchilar va vaqtincha ishlaganlar. Qishloq xo'jaligida, qurilishda, paxta to'qimachilikda, konserva zavodlarida. Mavsumiy korxonalarda ishlagan odamlar ko'p. Ular men yil bo'yi ishlamaganman. Shuning uchun staj bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida mehnat shartnomasi bo'lgan, tegishli to'lovlar qilingan bo'lsa, bu davrlar ham stajga kirishi mumkin. Lekin mavsumiy ishda kunlar, oylar, buyruqlar aniq hisoblanadi. Masalan, odam 2015 yilda 4 oy, 2019 yilda 5 oy, 2020 yilda 3 oy ishlagan bo'lsa, bularni jamlab hisoblash mumkin. Bu ham oxir oqibat umumiy stajni oshiradi. 7-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Hozir ko'pchilik taksi qiladi, hunarmandchilik qiladi, repertorlik qiladi, ustachilik qiladi. Internet orqali xizmat ko'rsatadi. Savol, bu stajga kiradimi? Asosiy mezon shuki, faoliyat rasmiy bo'lishi va belgilangan to'lovlar amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Agar odam 10 yil bozorda savdo qilgan, lekin hech qachon rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, soliq yoki ijtimoiy to'lov qilmagan bo'lsa, keyin bu 10 yilni stajga kiritish qiyin bo'ladi. Aksincha, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, to'lovlarni qilgan, faoliyat davri bazalarida ko'ringan bo'lsa, bu davr pensiya stajida ahamiyatli bo'ladi. 8-toifa chet elda ishlaganlar. Bu ham juda dolzarb masala. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan fuqarolar chet eldagi ish stajim O'zbekistonda hisobga olinadimi deb so'raydi. Bu savolga bir xil javob berib bo'lmaydi. Hammasi davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga, rasmiy ishlaganlikka, badallar to'langaniga, hujjatlarning tan olinishi va tarjimasiga bog'liq. Agar odam chet elda rasmiy shartnoma bilan ishlagan, ish beruvchi tegishli to'lovlarni qilgan, ish staj haqida rasmiy hujjat berilgan bo'lsa, uni ko'rib chiqish imkoniyati bo'ladi. Agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, afsuski, isbotlash juda qiyin. Real hayotiy misol keltiraman. Aziz aka 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan. Lekin faqat 2 yil rasmiy patent va shartnoma bilan ishlagan. Qolgan yillari og'zaki kelishuv asosida ishlagan. Pensiya hujjatlarini tayyorlaganda rasmiy 2 yil bo'yicha hujjat topish mumkin.
qolgan 6 yil esa tasdiqlanmay qolishi mumkin. Demak, chet elda ishlayotgan har bir fuqaro bugundan hujjat yig'ishi kerak. Shartnoma, maosh ma'lumotnomasi, sug'urta raqami, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki ijtimoiy to'lov hujjatlari. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, ish beruvchingiz ma'lumotlarni bazaga kiritgan bo'lsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir pensiyaga chiqishdan 1 yil oldin emas, kamida 3-5 yil oldin hujjatlarni tekshirtirish kerak. Chunki xato chiqsa, uni tuzatish vaqt oladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa quyidagilar: mehnat daftarchasida bo'sh joylari borlar, eski korxonada ishlagan, lekin korxona yopilganlar, familiyasi o'zgargan ayollar, harbiy xizmatni hujjatlashtirmaganlar, bola parvarishi davri mehnat daftarchasida aniq ko'rsatilmaganlar, zararli sharoitda ishlaganini isbotlamoqchi bo'lganlar, chet elda ishlaganlar, yakka tartibdagi faoliyatini rasmiylashtirmaganlar, arxiv hujjatlari yo'qolgan deb o'ylayotganlari. Masalan, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismida qizlik familiyasi, keyingi qismida erining familiyasi yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, bir qarashda oddiy ko'ringan masala pensiya tayinlashda muammo tug'dirishi mumkin. Yoki erkak kishi harbiy biletini yo'qotgan. Baribir xizmat qilganman-ku deydi. Lekin pensiya organi buni hujjat asosida ko'rishi kerak. Shuning uchun harbiy komissariyat yoki tegishli arxivdan ma'lumotnoma olish zarur bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har qanday ishlaganman degan gap staj bo'lavermaydi. Staj hujjat bilan tasdiqlanadi. Odamlar ko'pincha guvoh topamiz, qo'shnilar aytib beradi, sobiq hamkasblarim tasdiqlaydi deb o'ylaydi. Guvohlar ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin birinchi navbatda rasmiy hujjat talab qilinadi. Buyruq, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi, shartnoma, soliq to'lovi, ijtimoiy to'lov, elektron baza ma'lumoti eng muhim dalil hisoblanadi. Ikkinchi nozik jihat mehnat daftarchadagi xato yozuvlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q, yoki korxona muhri tushmagan, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan, yoki lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Bunday xatolar stajni butunlay yo'qqa chiqaradi deb aytmayman, lekin qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. Bu esa vaqt va asab degani. Shuning uchun mehnat daftarchangizni bugun ochib ko'ring. Har bir ish joyida qabul qilingan sana, lavozim, buyruq raqami, bo'shatilgan sana, imzo va muhr bormi? Uchinchi nozik jihat. Zararli yoki imtiyozli stajda lavozim nomining aniq mos kelishi. Odam 25 yil operator bo'lib ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin imtiyozli ro'yxatda aynan qaysi operator, qaysi ishlab chiqarish, qaysi uskuna, qaysi texnologik jarayon ekani ko'rsatiladi. Agar hujjatda umumiy operator deb yozilgan bo'lsa, imtiyozli stajni tan oldirish qiyinlashadi. Shuning uchun eski ish joyidan lavozim yo'riqnomasi, sex ma'lumotnomasi, ish sharoiti attestatsiyasi, ish haqi hujjatlari, buyruqlarni olish kerak. 4-nozik jihat. Bir davrni 2 marta hisoblash mumkin emas. Masalan, odam bir vaqtning o'zida bola parvarishi ta'tilida bo'lgan va boshqa joyda rasmiy ishlagan bo'lsa, bu davrni 2 barobar qilib qo'shish masalasi oddiy emas. Qonunchilikda bir davr odatda bitta asos bo'yicha hisobga olinadi. Xuddi shunday. Harbiy xizmat davri bilan boshqa ish davri ustma-ust tushsa, hujjatlar tekshiriladi. Bu yerda maqsad odamni jazolash emas, hisob-kitobni qonuniy qilish. 5-nozik jihat, norasmiy ishning oqibati. Men buni alohida ta'kidlayman. Bugun kimdir oylikni konvertda olsam ham bo'ladi. Muhimi pul ko'proq deb o'ylaydi. Lekin 20 yil o'tgach pensiya hisoblanganda shu norasmiy yillar ko'rinmaydi. Masalan, odam rasmiy 7 yil ishlagan, qolgan 2 yil ustachilik qilgan. Lekin ro'yxatdan o'tmagan. Pensiya yoshiga kelganda u men 25 yil mehnat qildim deydi. Hayotiy jihatdan to'g'ri, lekin huquqiy jihatdan 2 yil bo'shliq bo'lib qolishi mumkin. Natijada minimal staj yetmasligi, pensiya miqdori past chiqishi yoki hujjat yig'ish juda qiyin bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, arxiv yo'qolgan bo'lsa ham taslim bo'lmaslik kerak. Ko'p odam korxona yopilgan, endi tamom deb o'ylaydi. Aslida korxona yopilganda uning hujjatlari davlat arxiviga, tarmoq arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval Toshkent ta'mirlash zavodi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa korxonaga qo'shilgan. Siz eski nom bilan izlasangiz topolmaysiz, lekin arxivda boshqa nom bilan saqlangan bo'lishi mumkin.
Shuning uchun izlashda barcha nomlarni, taxminiy yillarni, lavozimni, bo'limni ko'rsatish kerak. 7-nozik jihat ayollarda tug'ruq va bola parvarishi davri bilan mehnat shartnomasi aloqasi. Agar ayol bola parvarishi ta'tiliga rasmiy ish joyidan chiqqan bo'lsa, hujjatlash ancha oson. Agar u umuman ishlamagan davrda farzandli bo'lgan bo'lsa, bu boshqa tartibda ko'riladi. Shuning uchun farzandim bor. Demak, avtomatik staj qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Har bir holatda hujjatlar va amaldagi tartib tekshiriladi. 8-nozik jihat sud orqali stajni tasdiqlash. Ba'zi hollarda arxiv hujjatlari topilmaydi, ish beruvchi yo'q. Mehnat daftarchasida xato bor. Bunday vaziyatda fuqaro sudga murojaat qilib, yuridik faktni belgilatish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin sudga men ishlaganman deb borish yetarli emas. Eski ish haqidan ko'chirma. Kasaba uyushma bileti, mukofotlanganlik haqidagi hujjat, tibbiy ko'rik kartasi, buyruq nusxasi, hamkasblarning ko'rsatmalari, korxona hududida ishlaganini tasdiqlovchi boshqa dalillar kerak bo'ladi. Sud oxirgi chora. Lekin ayrim odamlar uchun yagona yo'l bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha sana, lavozim, buyruq raqami, muhr, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar elektron mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi ma'lumotlar qog'ozdagi hujjatlar bilan mos keladimi? Tekshiring. Farq bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, stajingiz bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni aniqlang. Pensiyaga hali 10 yil bor bo'lsa ham buni qilish foydali. Chunki muammo erta topilsa, hal qilish osonroq bo'ladi. Pensiyaga 1 oy qolganda arxiv izlash juda qiyin. 3-qadam, barcha qo'shimcha staj davrlarini alohida ro'yxat qiling. Masalan, harbiy xizmat qaysi yillarda, qaysi qismda, bola parvarishi, farzandlarning tug'ilgan sanalari, ta'tilga chiqqan ish joyingiz, chet eldagi ish, davlat ish beruvchi shartnoma yillari, zararli ish, korxona, seks, lavozim, ish sharoiti, tadbirkorlik, ro'yxatdan o'tgan sana to'lovlar. Shunday jadval qilsangiz, qaysi hujjat yetishmayotgani darhol ko'rinadi. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan haqidagi guvohnoma, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, tadbirkorlik ro'yxati va to'lov hujjatlari, chet eldagi ish shartnomalari va rasmiy tarjimalar. Har bir hujjatning nusxasini ham, aslini ham saqlang. 5-qadam, eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. So'rovda faqat mening stajimni topib bering deb yozmang. Aniq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, o'sha davrdagi familiyangiz, tug'ilgan sana, korxona nomi, ishlagan taxminiy yillar, lavozim, bo'lim yoki sex, ishga kirgan va chiqqan taxminiy sanalar. Qancha aniq yozsangiz, topish imkoniyati shuncha oshadi. 6-qadam, agar imtiyozli staj da'vo qilayotgan bo'lsangiz, oddiy ma'lumotnoma bilan cheklanib qolmang. Sizga aynan imtiyozli stajni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Lavozim ro'yxatga mosligi, ish sharoiti, sex nomi, to'liq ish kuni ishlaganlik, zararli omillar mavjudligi. Bu hujjatlarni korxona kadrlar bo'limi, arxiv, mehnat muhofazasi bo'limi yoki huquqiy voris tashkilot orqali aniqlash mumkin. 7-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiy hujjat yig'ing. Ish beruvchidan shartnoma nusxasini oling. Oylik ma'lumotlarni saqlang. Sug'urta va soliq to'lovlari bo'yicha hujjatlarni yo'qotmang. Hujjatlarni keyin olish qiyin bo'ladi. Ayniqsa ish beruvchi yopilsa yoki siz boshqa davlatga qaytsangiz. 8-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki rasmiy mehnat shartnomasi tuzish haqida o'ylang. Bugungi kichik to'lov ertangi pensiya huquqingizni himoya qilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun emas, real hayotiy oqibatni tushuntirish uchun aytyapman. 9-qadam, rad javobi olsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtamang. Qaysi davr nima sababdan hisobga olinmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etilyapti? Buni yozma ko'rinishda oling. Shunda siz keyingi harakatni bilasiz. Arxivga borasizmi? Ish beruvchiga murojaat qilasizmi? Yuqori tashkilotga shikoyat qilasizmi yoki sudga chiqasizmi? 10-qadam, hujjatlarni oilaviy arxiv sifatida saqlang. Pensiya hujjatlari faqat o'zingiz uchun emas, ba'zan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, meros, ijtimoiy nafaqa.
imtiyozlar masalasida oila a'zolariga ham kerak bo'ladi. Harbiy bilet, mehnat daftarchasi, diplom, guvohnomalar, arxiv ma'lumotnomalarini alohida papkada saqlang va yaqinlaringizga qayerda ekanini aytib qo'ying. Demak, qo'shimcha ish staji masalasida eng asosiy qoida shunday: huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin uni hujjat bilan tasdiqlashingiz kerak. Harbiy xizmat, bola parvarishga muhtoj shaxsga qarash, ayrim o'qish davrlari, zararli yoki imtiyozli ishlar, tadbirkorlik, chet eldagi rasmiy mehnat faoliyati kabi davrlar alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin har bir holatda sana asos, hujjat va qonuniy tartib muhim. Men sizga tavsiya qilaman, pensiya yoshini kutmang. Bugun mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni solishtiring. Yetishmayotgan hujjatlarni ro'yxat qiling, arxivlarga so'rov yuboring. 1 yil staj ham ba'zan pensiya huquqini belgilaydi. Bir hujjat esa butun hisob kitobini o'zgartirib yuborishi mumkin. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarni yozing. Qaysi davringiz stajga kirmay qoldi? Qaysi hujjatni topishda qiynalyapsiz yoki qaysi holatda qo'shimcha staj hisobga olingan? Boshqa tomoshabinlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat pensiyadagi odamlar uchun emas, bugun ishlayotgan har bir inson uchun juda muhim.